Sizlar bilan 2 daqiqa ichida shu go'zalligimizni yaratamiz. Bugun challenge'imizni 17-kuni. Agar gap nima haqida ketayotganini bilmayotgan bo'lsangiz, aktualnidan challenge videolarini ko'rib bilib olishingiz mumkin. Kecha menga qizlardan onlayn kursingiz bormi? Agar bo'lsa qo'shilmoqchi edim degan xabar juda ham ko'p keldi qizlar. Afsuski hozircha onlayn kursim yo'q qizlar. Nima deb o'ylaysizlar? Onlayn kurs ochishim kerakmikin? Bir tarafdan bu SMSlardan juda ham xursand bo'ldim qizlar. Agar sizlarga yasayotgan narsalarim yoqmayotgan bo'lganida onlayn kurs u yoqda tursin, 3 oyda bunchalik natijaga erishmagan bo'lardik. Balki kim uchundir bu natijalar juda ham kichkinalik qilar, lekin noldan ko'tarilayotgan inson uchun hech bo'lmaganda bir kunda 10 ta podpiska bo'lgan odam ham juda ham katta natija qizlar. Albatta bundan bu yog'iga ham meni yana ham qo'llab-quvvatlab tursanglar, bundan ham yaxshi videolar chiqarishga harakat qilaman va inshaalloh birgalikda bundan ham zo'r natijalarga erishamiz. Onlayn kursga keladigan bo'lsak, ochish yoki ochmasligim haqida o'z fikringizni kommentariyaga qoldirsangiz juda ham xursand bo'lardim. Chunki bu kursimizni yana ham tezroq ochilishiga yordam beradi. Profilim shapkasidagi Telegram kanalimga ham o'tib juda ham xursand bo'lardim qizlar. Chunki Instagramdan ko'ra Telegramdan ko'proq ma'lumot topasizlar. Challenge'imizni yakunlanishiga ham ro'paraso 13 kun vaqt qolibdi qizlar. Sovg'alar albatta sizlarni kutib turibdi. 10k bo'lishimiz bilan inshaalloh hamma yasagan narsalarimiz obunachilarimizga tekinga tarqatiladi. Bu videoni yaqin dugonangizga yuborib qo'yishni ham esingizdan chiqarmang, chunki bu go'zalliklarimizni ular ham tekinga yutib olishi mumkin. Bugungi mehnatimiz uchun like va komment kutib qolaman. Podpiska bo'lish esdan chiqmasin.